VPN ishlatdim, xavfni ko'rdim. Amina ilovasi orqali qanday qilib yiliga 70 ming rubl tejab qoldim. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ikkita mavzu haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni birinchisi bu VPN ishlatishning xavfli tomoni, oqibatda shtraf va reyestrga olib kelishi va eng asosiysi Amina ilovasi orqali qanday qilib yiliga 70 ming rubl tejab qolish haqida bo'ladi. Agar bu ma'lumotlar sizlarga ham qiziq bo'lsa, videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa boshladim. Birinchisi bu VPN ishlatishning xatarli tomoni. Bilasiz, 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Podmoskva hududlarida Amina ilovasini ishlatish majburiy etib belgiladi migrantlar uchun. Ya'ni bu Amina ilovasi geolokatsiya orqali ishlaydi. Sizni qayerda turganingizda doimo MVDga bildirib turadi. Endi siz so'rashingiz mumkin, VPN ishlatishning Amina ilovasiga nima aloqasi bor deb. Ko'pchilikda hozir 99% odamda VPN ishlatib ijtimoiy tarmoqdan foydalanishadi. Bular YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp shulardan. Siz qachonki VPN'ni qo'shganingizda Amina ilovasi ishlashdan to'xtaydi, ya'ni geolokatsiya berishdan to'xtab qoladi. Buni natijasida esa agar siz 3 kun Amina ilovasida geolokatsiya tarqatmasangiz, ya'ni VPN'ni o'chirmasangiz, sizda avtomatik reyestrga olib keladi. Bu esa qonuniy sizda shtraf to'lash yo bo'lmasa deport zapretga ham olib kelishi mumkin. Keyin ba'zilar yana ham VPN ishlatib, mana misol kunduz kuni, kechasi VPN'ni o'chirib qo'yib, Aminani qo'shib qo'yishadi. To'g'risi aytsam bu ham noto'g'ri, sababi agar siz kunduz kuni bo'yi VPN ishlatib, kechasi VPN'ni o'chirib Aminani ishlatishni boshlasangiz, Amina stabil ishlashdan to'xtaydi. Ya'ni Amina ilovasi normada ishlamaydi. Bu ko'proq shu обновление bo'lib keladi, ya'ni texnik rabota bo'lib keladi. Xullas, Amina normada ishlamaydi. Buni qanday yechimi bor deyishingiz mumkin. Buni yechimi eng yaxshisi, mana shaxsan o'zim foydalanaman, sizda ikkita telefon bo'lishi. Ya'ni to'g'risi aytsam, mana siz hozir qo'limda turgan telefonda Amina ilovasini ishlataman, ya'ni doimo geolokatsiya berib turiladi. Hech qanaqa VPN qo'shmayman bu telefonda. Ikkinchi telefonda esa doimo VPN bilan ijtimoiy tarmoqlardan bemalol foydalanaman. Ikkinchi mavzu esa Amina ilovasi orqali yiliga qanday qilib 70 ming rubl minimalni tejab qolish mumkin, shu haqida ma'lumot berib boraman. Ya'ni Amina ilovasini plus tomonlari haqida aytib o'taman. Amina ilovasi chiqmasdan oldin bilasiz, hammada qog'oz registratsiya bo'lardi. Ya'ni bu qog'oz registratsiyani shu uyda egasi qilib berardi, yo bo'lmasa siz opchtada yashasangiz, opchta orqali ham qilib olishingiz mumkin-da. Ko'pchilik esa qo'ldan registratsiya qildirardi, ya'ni через посредник orqali pulga. Ana endi 2025-yil Moskvada registratsiya qildirish, ya'ni посредник orqali o'rtacha 10 ming rubldan 12 ming rublgacha turardi. O'rtacha 10 ming rubldan hisoblasak ham, yana bu vaqt talab qilardi, ya'ni kutishingiz kerak bo'ladi. Minimum 2 kun kutish kerak bo'ladi. Shaxsan o'zim 2 kundan 1 haftagacha kutganman. Ya'ni ishdan qolib, bilasiz, agar qo'lingizda registratsiya bo'lmasa, ya'ni qog'oz yoki srogi tugagan bo'lsa, agar siz ushlanib qolsangiz, bu yo shtraf bo'ladi, yo deport zapretga ham olib kelardi. Shuning uchun minimal 2 kun kutishga to'g'ri kelardi ishga bormasdan. Agar o'rtacha buni ham kuniga 5 ming rubldan hisoblasangiz, 2 kun ishdan qolishingiz bu 10 ming rubl bo'ladi. Registratsiyani qildirishingiz esa 10 ming. Bu esa registratsiyani 3 oyga proдление qilib olsa bo'lardi. Ya'ni siz har 3 oylik registratsiya qilishingiz uchun 20 ming rubl xarajatga tushardingiz. Ya'ni 2 kun ishdan qolishingiz 10 ming rubl bo'lsa, registratsiya qildirish uchun 10 ming to'lovingiz bilan 20 ming rubl. Agar 3 oyda 1 yilga hisoblasak, ya'ni 1 yilda 4 marta registratsiya qildirishga to'g'ri kelardi. Bu hisoblasa 20 mingdan 80 ming rublgacha xarajatga olib kelardi. Ana endi siz so'rashingiz mumkin, bu yerda 80 ming rubl bo'lyapti, lekin 70 ming rubl deb aytding video boshida deb. Ana endi siz deylik eng arzon 10 ming rubllik telefon sotib olib,
Agar siz 1 yil Amina ilovasidan foydalansangiz ham, ya'ni shu qog'oz registratsiyani o'rniga bunda siz 70 ming rubl tejab qolgan bo'lasiz. Demoqchi bo'lganim, nima sababdan bu gaplarni aytyapman? Hozirgacha, mana hozir ko'p kuzatyapman, qog'oz registratsiyani har 3 oyga 10 ming rublga qildirayotgan odamlarni juda ko'pchiligini ko'rdim. Mana shu sababdan bu ma'lumotlarni aytyapman. Siz arzon 10 ming rubl telefon sotib olish orqali yiliga minimalni 70 ming rubl pulni tejab qolgan bo'lasiz. Bugungi video ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bu videoni imkoni boricha o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ular ham boxabar bo'lsin. Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.